Navbatdagi lavhamiz qahramoni quruvchi me'mor ayol. Kasbini yaxshi ko'radi, topish tutishi ham joyida. Nasiba Tohir hikoya qiladi. Ota-onam erta o'tib ketishgan deydi u. Shuning uchun qarindoshlarim bilan yashar edim. Eng yaqin qarindoshim juda iste'dodli rassomlar oilasidan chiqqan edi. Bu rassomlar oilasi Gretsiyada cherkov va uylarning peshtoqini bezagan. Avlodlar Amerikaga ko'chib kelganidan keyin ham kasbiga sodiq qoldi. Cherkovlarga oro berishar edi. Ba'zida suratlar chizishgan, lekin asosiy kasbi quruvchilik bo'lgan, chunki Amerikada surat chizib non topish qiyin edi-da. Tog'alarimning qilgan ishlarini ko'rib lol qolar edim. Doim orqalaridan ergashib yurar edim deydi u. Muhojir tog'alari kabi Krisa Wolf me'mor, ajoyib uylar quradi. Esimni tanibmanki, nimalarnidir yasash, qurish jonu dilim. Rasm chizmasam, quruvchilik bilan bandman. Ammo erkaklar hukmron quruvchilik sohasida oyoqqa turish oson bo'lmadi. Bugun Krisa Wolfning muvaffaqiyatli quruvchilik biznesi bor. Poytaxtda mukofotga loyiq topilgan imoratlar, xonadonlarni bunyod etdi. Har bir binoda uning uslubini sezasiz. Wolfning aytishicha, erkaklar hanuz ko'p sonni tashkil etuvchi bu sohada ayollar muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsa, ko'proq, qattiqroq ishlashi kerak. O'zimdan qiyos. Maza qilib ishlayman. Yoshlarga ham shuni ravo ko'raman deydi u. Washingtondan Julie Tabo, Nasiba Tohir.